Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Dilshodbek Baxtiyorovich, As klinikasi shifokori bo'laman. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz qizamiq mavzusi. Qizamiq bu juda tez yuquvchi virusli kasallik hisoblanib, havo tomchi yo'l orqali yuqadi. Qizamiq bilan og'rigan insonning bir xonada boshqa insonlar bilan joylashgan bo'lsa, 10 tadan 9 tasiga yuqtirishi mumkin. Asosiy belgilardan biri bosh og'rig'i, yuqori isitma, tananing yuzaki qismlarida qizil toshmalarning paydo bo'lishi bu qizamiqning asosiy belgilari. Qizamiqqa qarshi maxsus dori yo'q, lekin shifokorlarimiz bitta virusga qarshi dori vositalaridan tashqari bemorga ko'proq dam olish, ko'proq suyuqlik iste'mol qilish, vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qilishga va organizmning immunitetning, ya'ni virus bilan kurashishga yo'l qo'yib berishni tavsiya qilishadi. Ushbu kasallikning oldini olish eng samarali yo'llardan biri bu emlanish hisoblanadi, ya'ni vaksinatsiya. Vaksinatsiya qizamiqdan sizning va farzandlaringizni himoya qiladi. Aziz ota-onalar, farzandlaringizni sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang. Turli xil vaksinatsiyalarni o'z vaqtida qildiring. E'tiboringiz uchun rahmat.